سلام كمسك الختام. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Vafo. Istanbul Universiteti İlahiyat Fakültesi'nde o'qiyman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala seyyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in va ba'd. Hamd va salovat keltirgandan keyin bular doimo eng muhim hisoblanadi. Oldingi olimlar ham, hozirgi zamondagi ulamolar ham doimo buni kanda qilmaydilar. Buning hikmati, fazilatlari ko'p. Lekin hozir bu haqida aytmoqchi emasman. Yangi bir silsilaviy video to'plamini chiqarishni niyat qildim. Xudo xohlasa bundan keyin YouTube'da siyrat darslari emas, darslik sifatida emas, siyrat videolari nomli bir to'plam shakllantirishni niyat qildim. Avvalambor bu o'zim uchun bir arxiv sifatida qoladi. O'rganganlarimni yozgan holda, qayd etgan holda, ikkinchi o'laroq esa o'sha o'rganganlarimdan agar kimdir istifoda qilsa, foyda olsa deb buni YouTube'ga ham joylayman. Bundan keyin har hafta bir video darslik chiqarishni xudo xohlasa niyat qilganman. Agar siz ham Payg'ambarimiz alayhissalom haqida, siyrat nima ekanligi, qanday fan ekanligi va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari haqida sodda ammo umumiy yetarli ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xohlasa sekin-sekin shunday video darsliklarni boshlaymiz. Ko'rishguncha.